Xo'sh, kundalik ishlarni ko'raylik-chi. Ishga bor, ishga bor, ishga bor. Bu yerda baliqni saralashadi. Boshqa nima ham qilardim, ishlayman. Sizga zerikarli emasmi har kuni bitta ishni qilish? Mana ko'ringlar, men aniq bilaman qanday yashash kerak. Men turaman, yuvinaman, ishga ketaman, kuni bilan ishlayman, uyga boraman va uxlayman. Turaman, yuvinaman, ishga ketaman. Dada, nahotki sizga boshqa narsa bilan shug'ullanish qiziq bo'lmagan? Lag'mon tortishdan tashqari. Men bunda hech qanaqa ma'no ko'rmayman. Sen biror bir ishga kirasan va butun umr ishlaysan va evaziga oladigan narsang faqatgina pul. Va bu pulga esa sendan ish olgan narsani hech qachon sotib ola olmaysan. Sen shunchaki o'ylab ko'r. Bizda hamma narsa bor va hech nima yo'q. Chunki biz o'zimiznikiga erishdik. Bu men orzu qilgan narsalarim. Ha, juda quvonchdan porlayapsan. Endi men nima qilaman? Hayot o'zi shunday narsa. Yoki sen nima xohlashingni bilasan va uni ola olmaysan, yoki olasan va keyin nima xohlashingni bilmaysan.